Assalomu alaykum azizlarim. Bizning regionda juda ko'p chang shamol esib turadi va shu shamol bizni vitishkalarimizga ham ta'sir etadi. Biz gaz plitalardan juda unumli foydalanamiz. O'shaning uchun vitishkalar ham shunga yarasha ichki tomonidan sotalari yog'dan nalyot bo'ladi, tashqi tomondan esa chang o'tirib qoladi. Bu sotalarni tozalab chiqish juda mushkul. Onun uchun men bitta sostav tayyorlayman. Uning ichiga soda kiradi, перекись водорода оптичный 3%, любой gel, жидкий gel ishlatsalar ham bo'ladi. Meniki unaqa gel korzinkadan va qaynagan suv. Mana endi boshlaymiz. Soda solamiz. 1, 2, 3 qoshiq, osh qoshiq. Gelni solamiz. 2 qoshiq. Keyin izidan qaynagan suv solamiz. Yaxshi birikishi uchun. Mana birikmamiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa перекись водорода solaman. 2 qoshiq. Solgan ingrediyentlarimiz hammasi birikish uchun yaxshilab aralashtiraman. Pena chiqadi, yaxshi. Birikmamiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa perchatkam bor, varsinkalari bor. O'sha varsinkalar bilan men o'sha birikmani plastinkaga yaxshilab surtib chiqaman. Shunaqa surtamanki, ikkinchi etajiga ham baribir boradi. Yetmasa yana qilamiz. Mana shu sostavda. Yaxshilab mana shunaqa ichiga kirgizish kerak-da. Yaxshilab ichida mana sotalar ichida mana shu sostav ichiga yaxshilab kirish kerak. Kirgandan keyin hammasini men plastinkalarni yog'lari va kirlari erish uchun 20-30 daqiqa o'tib qo'yaman. Boshqa ishlaringiz qilsalaringiz bo'ladi o'sha payti. Xohlasalaringiz 10-15 minut, xohlasalaringiz yarim soat. Qancha ko'p tursa hech narsa qilmaydi. Mana ko'rib turibsizlar, hamma plastinkalarga bu sostavdan surtib chiqqanman. Ozgina turgandan keyin ustidan qaynagan suvni quyaman. Ichidan yog'lari chiqib ketadi. Keyin zubni shotkani olib tozalab chiqaman. Mana yaxshilab tozalab oldik. Endi yana oddiy geliy suv qilaman-da, uni ichidan yana bir marta yuvib tozalab chiqaman. Undan keyin toza suvga kran tagiga yaxshilab chayamiz. Bu chayganlarimni ko'rsatib o'tirmadim. Mana yaxshilab quridi. Ko'rsalaringiz yaltillab toza bo'ldi. Sotalarning ichi ham juda toza bo'lib, kirlari ezilib, moylari ezilib toza bo'ldi. Даже meni ko'ylaklarim ham отражение beryapti. Mana endi joyiga qo'ysak bo'ladi. Mana endi hammasini joy-joyiga joylashtiramiz.
Shu bilan ancha vaqt vытяжка yuvish bilan ovora bo'lmaysiz. Sizlarga ham tavsiya etaman. Agar bu video yoqsa va keyingi videolar chiqishini xohlasalaring, podpiska, like, kommentariy yozinglar. Ko'rishguncha xayr.